Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Yana bir obyektimni turli tabiiy yog'ochdan bo'lgan ukalar. Sifatlari juda chiroyli. Men bu romlarga ham vitrajli oynalarni qilib berdim. Hammasi 3D varianti bo'lgan. Ochilib yopilishlari ham juda chiroyli. Ofishib yoqqa 10 ta eshik qilib berganmiz. Hammasi tabiiy yog'ochdan bo'lgan ukalar. Ko'rishingiz mumkin, sifatlari juda chiroyli. Bu yoqda ham bor. Orqa tamburlar bilan qilib berganmiz ukalar. Juda chiroyli tarzda chiqdi. Ochilib yopilishlari ham juda chiroyli. Tabiiy yog'ochdan bo'lgan. Gullari ham 3D varianti bo'lgan ukalar. Mijozimiz o'zlari ham turibdilar. Okey, eshiklar yaxshi chiqdimi? Chiroyli bo'ldimi? Aha. Bo'ldi. Bo'ldi. Xo'p.